Koreyadagi o'zbek yoshlarining hayoti sermazmun va faol kechadi. Buni ularning ijtimoiy tarmoqlari orqali ham ko'rishingiz mumkin. O'zbek yoshlari o'qish, ish va dam olishni birdek muvozanatda olib borishga harakat qilishadi. Ular dam olish kunlarini yangi joylarni kashf qilish, yurtdoshlar bilan uchrashish, tabiat bilan muloqot qilish bilan o'tkazishadi. Madina Qodirova, u 24 yoshda. Ayni paytda Koreyaning nufuzli Ganchon universitetida magistratura bosqichida tahsil olmoqda. Madina ham o'zbek yoshlari bilan birga Seuldagi mashhur Ansan tog'iga sayohat uyushtirdi. Assalomu alaykum, O'zbekiston 24 kanalining sevimli muxlislari. Men Seulda joylashgan Ansan tog'i haqida sizga qiziqarli ma'lumotlar bermoqchiman. Qani, ketdik unda. Ushbu tog' Koreyaning Sondaemungu tumanida joylashgan. Ansan tog'ining eng jozibali joylaridan birini Madina bizga yaqindan tanishtirdi. Ansan tog'i Sondaemun tumanida joylashgan bo'lib, unga eng yaqin joy bu Koreyaning eng nufuzli universitetlaridan biri Yonsei universiteti hisoblanadi. Tog'da xavfsizlik juda muhim hisoblanadi. Shuning uchun mana shunaqa arqonlar bor. Mana shularni ushlab turish kerak, iloji boricha. Ansan tog'ida mana bunaqa qarag'ay daraxtlar va har xil ocha daraxtlar ham mavjud. Juda ham ko'p tabiatlarga boy. Hozir biz mana bu yerga qarab yo'l yorishimiz kerak. Mana bu yo'laklar nogironlar uchun yoki bolali ayollar uchun yaratilgan. Biz hozir ko'tarildik. Mana bunaqa ko'rinishda bo'ladi. Eng cho'qqisi mana shu hisoblanadi. Bu yer juda ham mashhur. Albatta bu yerga kelsangiz, rasmga tushishni unutmang. Bu yerdan bemalol shahar ko'rinadi. Ayniqsa Pukansan, Namsan tog'lari ko'rayotgan bo'lsangiz, Namsan ham shu yerda joylashgan. Ya'ni bemalol bu yerda shaharning manzarasini tomosha qilishingiz mumkin. Ansanning balandligi umumiy 295 metrni tashkil qiladi. Bu yerga yoshi kattalar, hatto ayollar, hatto bolalar ham bemalol tog'ga ko'tarilishi mumkin. Nafaqat koreyslar, hatto o'zbeklar ham bo'sh vaqtlarida, ya'ni dam olish kunlarida mana shunaqa tog'larga chiqib turishadi. Koreyada asosan 70% tog'liklardan iborat bo'lganligi sababli koreyslar o'z bo'sh vaqtlarini tog'larga chiqish bilan o'tkazishadi. Albatta tog'ga chiqish sog'liq uchun foydali bo'lganliklari uchun, balki o'ylaymanki, ularning yosh bo'lish sirlari aynan mana shunda bo'lishi mumkin. Agar siz Koreyaga keladigan bo'lsangiz, albatta mana shu yerga kelishingizni sizga tavsiya qilgan bo'lardim. Siz bilan shu yergacha Madina bo'ldi.